Programmani o'qib olish, uni qayta yozish nimaga kerak desangiz, misol uchun mana Lacetti misolida ko'rib chiqamiz. Bu o'zimizni рабочий mashina, e'tibor bermaysizlar. Bu mashinamizda katalizator udalit qilingan. Katalizator udalit bo'lgandan keyin avtomobil chek chiroqlari yonib qoladi, xato berib qoladi. Buni to'g'rilash uchun avtomobilga Euro 2 standartida programma yozish kerak bo'ladi. Buning uchun biz nima qilamiz? Xo'p, notebookimizga kumulyator programmatorimizni ulaymiz, avtomobilga ulaymiz. Shundan so'ng kalitni ochib turib, misol uchun kumulyator programmasiga kirib, bu avtomobilda o'sha programma qilayotgan avtomobilingizda qanaqangi blok upravleniya joylashgan bo'lsa, shu blok upravleniyaga tushadigan modulni tanlab olasiz. Misol uchun bu mashinada mana Cirrus turiga mansub EBU joylashgan blok upravleniya, shunga bosamiz. Xo'p, siz modulni to'g'ri tanladingizmi, avtomobilga 100% ulandimi, shuni bilishlik uchun дополнительный va identifikatsiya tugmasiga bosamiz. Bosganingizdan keyin agar apparat mashinaning identifikatsiya raqamlarini aniqlasa, demak siz modulni to'g'ri tanlagansiz va avtomobilga ulanib turibdi. Shundan so'ng siz programmani yozib olishingiz, o'qib olishingiz yoki qayta yozishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, mana